30 ming kami topsam kerak. Bir yilda. Bir yilda 30 ming dollar. Bu mahalliy bozorda o'zida sotiladimi bu? Afg'onistonga, Badaxshonga chiqaraman aka. Bozori Sharifga chiqaraman, Antxuyga chiqaraman. Qozoqqa, Pavlodarga ketadi uruq. O'tgan yil ham Andijonga, Namanganga berib turdim. Popga, Chusga berayotgandim. Gul bera olmayapman. Shuncha darajada buni Endi xalq yeyapti. Endi menda mahsulot turib qolmasligining sababi men narxga talashmayman-da, men barakasiga ish qo'yibman. Mana misol uchun bugun telefon qilaman. Qo'ziqorin bor, aka 200 kilo desam, aka 30 ming olyapmiz deydi. Ertaga 200 kilo terib o'g'limga berib jo'natib yuboraman. Bor topshirib kel deyman. Bor, mana shu bitta qopda 3 marta hosil olaman, 3 kilodan oshiq olaman. Xo'jan, Panjikin, Atosh bozori Tojikistonga beraman. Qirg'iziston постоянно oladi o'sha. Urug'ini oladi men. Lekin hosil Farg'onadan chiqmaydi. Hozir o'sha Quvasoyga beraman bozorga, Farg'ona bozoriga beraman. Marg'ilon oladi.